Siz uyingizni dekoriylar qilmoqchimisiz? Unda bu video siz uchun. Biz hozir Calveydagi xonadonimizga yetib keldik. Bu mijozimizga bir qancha qurilish mahsulotlarimizdan qilib berdik. Laminatlar, galagellar, lustralar va eng asosiysi dekoriylarning Europower 7 turidan qilib berganmiz. Bu bo'yoq turi haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz hozir batafsil ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu yuqori sifatli yuvilishlarga chidamli bo'yoq, sovun, gel, parashok vositalarga yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Ko'rinishi martiviy va shokoviy effekt bor. Bitta 9 litrli paqiri 50-60 kvadratga yetadi. Bu xonadonimizga 15 litr ishlatilgan, jami 95 kvadratga. Devordagi bu rang yoqdimi? Bu rangning kodi ekranimizda. Hop, nimaga aytyapman? Sababi Domstroga tashrif buyurasiz va mana shu ekrandagi kod raqamini aytsangiz, kalirovka orqali xuddi shu rangni chiqarib berishadi. Albatta bu bo'yoqlarni Domstroyning barcha filiallaridan 1.240.000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Dekoriylarning bu bo'yoq turi sizga yoqdimi?